Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarniki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Shvetsiyaniki poytaxti Stokholmda. Men bugun bir necha eg'iz gap qilmoqchi. Birinchisi yanalam shu petitionning ishi qarindoshlar. Bizniki shu petitionni to'plashimiz ki maqsad bo'lsa yoki bir dunyo Uyg'ur qurultayini o'rgatish yoki dunyo Uyg'ur qurultayini bir qanday qilish niyatimiz yo'q. Balki dunyo Uyg'ur qurultayi bizga vakillik qilmaydigan birdan bir tashkilot, ya'ni bu vatanimizdagi 30-40 million Sharq Turkistonliklarga, Uyg'urlarga vakillik qilmaydigan bir tashkilot degan narsani dunyo jamoatchiligiga, Oqsaroyga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bildirish. Şununla bu petitionga agar uyingizdagi 5-dan tortib 4-gacha 70 yoshdan 70 yoshgacha hammasi buningga aktivlik bilan ovoz qo'shib, buningga shu bolalaringizniki shu 3-4 yosh bo'lsa-mu emiyal ichib, chunki bolangiz tug'ilgandan keyin Yevropada olamdi, qanday O'rta Osiyoda olamdi, qanday yerda bo'lsa, bola tug'ilgandan keyin nopos kuchidi. Shunga balanglarga emiyallarni ichib, oilaviy 6 jon, 7 jon, 8 jon qanchalik bo'lsanglar shunchalik emiyalichi petitionni tashlashinglar kerak. Chunki dunyo Uyg'ur qurultayidagi 4 million munofiq, 4 jinoyatchi, Rabiya Qodir, Olim Suyitov, Umar Qanot, Abbos Aylistiklar bizning xalqimizdan so'ramay Xitoyninki lager ichilishiga yeshil chiroq yoqib berish uchunga bizni indigenous xalqi, ya'ni yerlik millatlar deb o'yin o'ynab bizni shu kategoriyaga tiqib Xitoyninki hozirgi kungacha bizni qirib kelishiga hamdam do'ppadi va shular bilan parallel holatda moslashib keldi. Men bu gaplarni yozdagi videolarimda deb bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultayiga kirganlik, Jungo Kommunistik partiyasiga kirganlik, Dunyo Uyg'ur qurultayida ishlaganlik, Xitoy uchun xizmat qilganlik deb bu narsani aniq deb bo'lgan. Bu narsalarni yana qayta deyishimniki hech qanday hojat yo'q. Bu muqarrar, bu shunday narsa. Nurg'un isbotlarni shu bizningki do'stlar Zumrat Tursunadimiz, Dilyar Musabay, anadagi shu chiqqandan oyog'i beshidan shu Bilol Ibrohim Turkistoni akamiz aniki sal Xudoyorlar deb keldi. Ham Oqsaroyning oldida o'sha Uyg'urlarga ozodlik, Uyg'urlar mustaqillik degan shundaq namoyishlarni hozir chiqib kelyotdi. Buning ichida dunyo Uyg'ur qurultayining bir odami yaqin kelaglik emas bu yerga. Shuningga bu dunyo Uyg'ur qurultayi bizningki mustaqil bo'lishimizni qat'iy xohlamaydi ekan. Bularningki biz hech qanday bir torbatlarda inglizcha yoki bir xalqaro medialarda chet elliklarga bir Uyg'ur uchun mustaqillik degan narsani iddaosini biz ko'rib boqmadik. Shuning uchun shuningga bu petition bek muhim. Uningdan keyin bu indigenoursning uchun bular Rabiya Qodir $50,000 projektniki pulni olgan. Bular buni xashlayotgan. Rabiya Qodirninki shu to'g'riliq so'zlagan videosida o'zininki obdan yozig'liq $5,000 tarjimon bilan ma projektni yozib tayyorlaydiganga $50,000 mushniki ishning uchun $50,000 olgan. Undan keyin bularga biz texi qorong'u bo'lgan narsalar bor. Bular yana shu indigenourslarni tarbiyalaydigan deb yana yillarda necha $100,000 pul aladigan yerlari bor bularniki. Kapitallardan, boylardan, tashkilotlardan har qanday yerlardan bularniki aladigan pullari bor. Shuningga bular shu pullarning kesilib ketishidan sir xalqaro tashkilotlarni oldiganlik jinoyati bilan kelgusida xalqaro sotqa yoki bir jinoyatning ishi bilan o'zlarininki xalqaro sahnasidan tushib ketishidan qattiq ansirab hozir bir turkum odamlarni ish qilib toplarda Uyg'uriston masalasini tashlash orqali shu Sharq Turkiston deganni qilish orqali nurg'un jidallarni qilib petitionga shu O'rta Osiyodagi nurg'un odamlarningki ko'nglini sindirib bordi. O'rta Osiyodagi aziz qarindoshlar indigenous kategoriyasidan chiqatmay turib, sizmi Uyg'uriston tushuningizni ko'rolmaysiz, bizmi Sharq Turkiston tushunimizni, hatto mustaqillik tushunimizni ko'rolmaymiz. Avval ma petitionni to'plab, ma kategoriyadan biz bir chiqitaylik. Ma Uyg'urlarni qirg'inchilik qiladigan ma indigenous degan ma bir vabo kasalga o'xshash narsa ma bu. Mushuning o'xshash xatarlik ma'uningdan chiqatmasak, hozir bizningki mushu taqdirimiz yoning ustiga kelib qoldik. Yoning ustiga kelib to'xtab qoldik. Buningdan qat'iy chiqatmasak bo'lmaydi. Bu bak xatarlik narsa bu.
Buningdan chiqatmasa qarindoshlar bizningki hech qanaqa nimamiz o indigenizlarga mala yillardan beri 2000 qanchadan boshlab o'sha Rabia Qadirmishlar 2007dan boshlab 2009gacha ishni qilayotgan bo'lsa, mana hozirgacha Dolqin Aysolar qatnashib yurgan bo'lsa, yillardan beri xalqaro tashkilotlardan yoki xalqaro bir pul oladigan yerlardan o'sha to'g'riliq pul elib bizni indigenez orqali o'zini oyoqda Xitoyga yaxshi ko'rinib, bu yoqda o'zining yanchiqini to'plab shunday qilyotdi. Shuningga qarindoshlar, ma petitionning ishiga aktiv qatnashaylik. Unda qilmanglar. Balanglar olamdi, buvanglar olamdi, momanglar olamdi. Bir kompyuterning oldida 5 minut o'tirsanglar bitib ketadigan ish bu. Hech qanday cho'ng masala yo'q buningda. Shuning uchun manasidan chiqib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan Aqsaroyga o'zimizningki iddaosini, davlatimizningki cho'qim Xitoy tarafidan besilingan davlat ekanligini biz cho'qim shu narsadan bizningki xalqaro kun tartibga bizningki mustaqillik bizningki da'vorimizningki tubki yildizi mustaqillik da'vosi ekanligi Xitoy yasab chiqargan jasuslarningki dunyo Uyg'ur qurultayiningki chet eldagi Xitoyninki birdan-bir tashkiloti jasuslik tashkiloti ekanligi Uyg'urlarning manfaatiga tüptün vakillik qılanmaydiganligi, Uyg'urlarni indigenez qilayotganligi, Uyg'ur qonunlarini bosirib o'tganligi, torbatlarda avtonomiya tilganligi, bizniga xalqqa vakil bo'lanmaydiganligi, shuning uchun Xitoyga yeshil bir chiroq yiqilib, bizningki bu shu vatanimizda lagerlarning barpo bo'lganligi to'g'risida inglizchada nihoyat yaxshi dokladlarni yozib, Aqsaroyga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga keltirib, bizningki burunqi vatanimiz qo'limizdan ketib qolgan bu shu davoni kun tartibga akilish. Şunun üçünge, bunun üçünge degan Erkin Sidiq o'xshash, Abduvali Ayub o'xshash, her xil yerlik millat o bu, nimbopda undamunda, Sharq Turkiston, mushu Uyg'uristonga taqishidi, biz nima deb qozoqlarni ozod qilatdik, biz nima deb o'zbeklarni, qozoqning, o'zbekning o'zi mamlakati va sarango'ylar. Shunday gaplar. Shuningga mo petitionga nihoyat aktiv bilan ovoz qo'shib qarindoshlar, mushuni cho'qim biz bir 30 mingga olib o'tishimiz kerak. Mening tasavvurimda 30 mingdan ishib ketadi deb o'ylayman, xudo xolisa. Uningda yaxshi bo'ladi deyman. Chunki xalqmi o'zimi nihoyat buni bilib ketdi, hozir nurg'un xalqmi ichilib ketibdi. Masalan, men bilan Yaponiyadan, Avstraliyadan, u yerdan, chiq davlatlardan, Turkiyadan, O'rta Osiyolardan aloqaga chiqqan yosh bolalar bo'libmi, yoshlarningki uyg'onishi bak yaxshi. Yoshlarimizdan Allah razı olsun. Ben hakikaten bu yaşlardan söyündüm hazırki. Nurgun yaşlarımız şunda bek uyg'onib ketibdi. Ama bu şu yana köpünçereki bu şu yana şu qiyirlar. Çoğlar mulaylık komünizmde 67 yıllık Vanxada Gemen'in taş kazanın tamıqını yap çoğ olğanlar. Onundaki bir mezgilde Xitoy içib etiblar, vay anda xatolik deb anaga atib qo'yib, erkin sidiqdagilar o'qitib chiqarib, yasab, bular degan ashyolik bir turkumlarni da'vochi qilib, bir turkumlarni ziyoli qilib, bir turkumlarni akademik qilib chiqarib, bizni qarindoshlar ahmoq qilib ketdi bular. Qip-qizil ahmoq qilib ketdi. Hozir bularningki mushunda alam echilib ketdi. Mushunda alam echilib ketdi bularningki. Hozir qayoqdan yepishini bilmay qoldi. Bugun Avustraliyadagi Nurgul Savud xonim naqmaydan qildi. Men naqmaydonlarga diqqat qildim. Rabia Qadir xonimga isilmanglar, Rabia Qadir xonim badal to'lagan deb. Nurgul Savud xonim, Rabia Qadir xonim qaysi badalni to'lagan siz bizga bir deb bering. Uyg'ur qonunini bosirib o'tgan badalnimi yoki o'kin biz doyinni chiqarib qo'yaylik, muddatsiz kesilib ketgan Olimjon degan o'g'ilning sayyoda xaysha yap o'tag'inimi kelillarning kilolab oltin taqab o'tag'in. Yoki bo'lmasa bizningki ota-onamiz Turkiyaga 2 haftalik sayohat berib qo'ygan 5 yildan beri qorong'u zindonlarda yetyapti. Rabia Qadir Quzzatdan tatib, qizlardan tatib, qandoq shundoq da'vo qilgan odam turmadan chiqa oladi ham qandoq butun jamiyatni ashak o'rlashtirib oladi. Nurgul Savud xonim. Onundaki şahsiyetiga tegmanglar, şahsiyetiga tekkanlik bu yaxshi emas. O Rabia Qadir, sizning şahsiyetingizga tegdi-ku. Biz dunyo Uyg'ur qurultayida o'rgandik-ku. Sizmi apangizning nima hasini qilma deb chechingizni tushirayotgan chog'da Mavla Yasin bilan sizning rasmingizni Makkadagi Ahmad degan apandim kirishtirib 2 toz to'y qildik-ku, uslunatirga. Sizning shaxsiyatlaringizga tegdi-ku, sizni qildi-ku. Aşağıda u narsa sizga ko'rinmadimi?
Şahsiyetiga tegmanglar, unda qilmanglar, bunda qilmang. Nimda tegmaymiz şahsiyetiga? Biznikiga mi tegidi-ku, menimi sarang bo'lib qapti, bu ilishib qapti deganda, Dilyar bir mo'ch materiallarni chiqarib berdi-ku. Unda o'z şahsiyetiga tegsa, nimada quzat iliqi Vukongninkida chiqadigan iliqi royibni iliq bir chechi yo'q royibni ashno Dilyarga o'qitib qilsa, nima deb ashnonga Rabiya Qodir, "Ey sen menda qilma, ma bola to'g'ri qilyapti" demaydi. Rabiya Qodir yeb ketdi-ku. Rabiya Qodir ishib ketdi-ku. Ishlamaydi-ku er xotin ikkisi Nurgul Saud xonim. Er xotin ikkisi hayotini bir ketman topishib baxmagan-ku. Qurultaydan chiqatdi, nadin kiyotdi bularga oyliq. Eliqi Beyjinglardan Rabiya Qodir akab berayotgan pullarchi unda bo'lsa, Avstraliyadan Dilyar degandek 125 ming dollarchi unda bo'lsa. Ha? Sizning bu Nurgul Saud xonim eliqi Salihlar bilan 100 ming kishilik imzolarni to'playdigan chog'da eliqi jak bilan qilib ketgan ishlaringiz-chi. Men shuningga sizga mantiminalarga ishonmayman. Men odatda shuning sizning narsalaringizni xabarlab ketmayman. Siz degan Nurkabildek yerning tegidan yana qurultayni, erkinlikni, Rabiya opangizni eng qo'llaysiz men bugun ichib deytay sizga. O sizning yo'ldoshingiz federal hukumat olamdi, Yamriyada olamdi, qayerda bo'lsa men bilan mismochalik aloqa chiq. Men Shvetsiya grajdani, mesha kelsanglar, biz o'tirib ko'rasak yoki qilsak bo'laverdi. Rabiya Qodirga nima deb esilmaymiz? Shu Rabiya Qodirning ishlagan vaqtida bo'lgan tursa shu ishlar. Shu Rabiya Qodir shu Olim Sitovlar bilan shu 50 ming dollarni deb qilib o'tgan projekt tursa Indigenous People masalasi. Shu Rabiya Qodirning zamonida Ro'shan Abboslar bilan basrovilangan qonun tursa nima deb Rabiya Qodirni tutmaymiz? Rabiya Qodirni tutsak kimni tutamiz? Sizni tutamdik unda bo'lsa? Onundan keyin iliq og'zini buzadigan yoshlar bu, yoshlar qurultaydiki deb men Dilyarning odimi emas. Men yoshlar qurultayning odimi emas. Meni Dilyar meni dastak qilib turib yoshlar qurultayninki obraziga xunuklaştirgan andaq uyga pakab saladigan ishni qilmang. Boshqalar diqqat qilmagan bilan men bak diqqat qilaman bunday ishlarga. To'g'ri, og'zimni buzdim. Bizg'o og'zimizni buzibdik. Agar chechenlarni, armanlarni, gruzinlarni mushta bir rahbarlari mushundaq yo'lga ketib o'tadigan bo'lsa, mushundaq qilib o'tadigan bo'lsa, Allohga qarang rahbarlarni so'yib tashladi. Bizning xalq yugashga, qulga va qo'yda ko'p ketdi bizning xalq. Gur qis oyoq ketadigan, gur qis oyoq ketadigan. Men texi sizni bugungi kunlikda texi Maşı nima uchun petition uchun chiqib bir yaxshi gap qilamdi ekan desam, sizning o gap so'zlaringizni uramizdi. Birdan Dunyo Uyg'ur qurultayini maqtab ketiblar bir yerdan. Dunyo Uyg'ur qurultayini maqtab ketiblar, yana bir yerdan ketiblar. Dunyo Uyg'ur qurultayini yana unda qilmanglar, bunda qilmanglar. Xitoyni tushansanglar, shunchalik tushansanglar. Xitoyni tushunganlik shu Dunyo Uyg'ur qurultayini tushunganlik. Nurgul Saud xonim, Dunyo Uyg'ur qurultayining tegidi shu Xitoy. Hamma narsani ichib berdi, yana nimani ichib bersa bo'ladi. Shaxsiyatiga tegmanglar deb yezibsiz. Shaxsiyatiga sizninkiga mi tegdi-ku? Siz rozi bo'lganingiz bilan men rozi emas. Masalan, meni Dolqin aysan nima dedi? Voy mushta ota-onasini chiqarib oladiki, shuni tilib olay dedi deb yog'in gaplarni qildi. Qurultay qachon bir qilgan xatoligini bir o'zining ustiga olibdiki, olmaydi, ular o'zini Xudo ko'rdi. Şu Uygurlarni quldek ko'rdi, Uygurlarni döt ko'rdi, Uygurlarni ahmoq bo'lish uchun ko'rdi. Rabiya Qodir degan qalandi, pasandi, divani shavchi, hozir Quzzat, Umar Qanot, Olim Sitov deganlar sesib ketgachga, Amerikadagi hozir 2-Luisa nazokat, ya'ni Elisama ismi shuni tilamchilik sepdi. O Amerikada xo'sh qanday qilib bermayman? Chattiqimni meniki Amerikada olamdi, u bo'lamdi, bu bo'lam bizga to'g'ri yo'ldiki kerak. Bizni Amerikalikmi o'ynaydigan, Germanmi o'ynaydigan, u o'ynaydigan bir jalatma biz. Haqninki biz siyosatiga tushib berdigan. Biz haqqancha Amerika bilan deysakmi, o'tirib, men ba'g'o qarang Nurgul xonim, men hatto urush ichilib qolsam, men o'zimning yanchiqidagi pulga qora olaman. Amerikaning qo'lini tutqim kelmaydi hatto men sizga. G'arb ellarning qo'lini tutqim kelmaydi. Siyosatni yo'lni ichib bersin deyman, ammo azroq qarz olayli, azroq mun qarz olayli, anondan qutulib, meningga tutilmaydi deydigan ideyadagi odamman. Hatto o'zimning qurolnimi, o'zimning vatanga bo'lgan mujohidligimni, o'zimning yanchug'idan chiqarib bo'lsam, mushlarga meningdan qutulib, meningga tutilib qolmasam deydigan. Biz mashunda bo'lishimiz kerak. O qurultay uyaga taqishdi, bu yerga taqishdi. Bilimiz nima taqishdigini men sizda obdan bilaman, men sizni nima bilaman? Gapimiz sizmi chiqiblam?
Bu şunda gaplar. O Dünya Uyghur Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı bilen benim mismoçarlık alakam yok bu bir. Dilyar bilen biz hoşundacılık, bir g'ulchilik alaqamiz bor. Anadaki Amerikadagi ba'zi bir qarindoshlar deb qo'yma, dolan restoranini ochgan Hamid shu Musabbab Alisninki 2 million dollarga yaqin pulini qo'yib ketgan. Anadaki shu Mamtimin Ajim dadimizningki obrazini xunuklaştırib Dilyarlarning oilalaridan shu keyindan sesdeb oshxonasida bekorlik tomoqlarni berib, Abbas oilasi o'ynab, Rabia Qodir o'ynab, uning Dilyarning puliga shu quzatlar, shu maktab yechib qilgan ishlar hech kim qarang'u emas. Endi sotning natijalari endi chiqdi. Amerikadagi qarindoshlar men deb qo'yay. U Hamid degan shu Ila oblastlik Bingtonning odami u. Men dal deb beray. Hamid iz bilatdi uni. Oblastning boshliqlari bilan toza shu Bingtondagilar bilan toza yaxshi o'tadi, munosabat toza yaqin uniki. Menlam deb beray bo'ldi Hamidnikini. Shuningga Mamtimin Ajimni dadimizni ilaqi keyindan Dilyarlarni ash xunuklaştırgan gaplarni qilsa ishonmanglar qarindoshlar, u g'ulji deganda Dilyarning ota-onalari degan Mamtimin Ajim kelmagicha tuvoq ichib g'o'ri chiqmaydi. Obro'yliq, nayt tigi pokiz, g'uljida nurg'un insonlarga yordam berilgan oti bo'lur tatmanda odam uninki. Ma'ni men qistirib o'tib ketay. Acaba nimishki shu Quzat ash qo'lab o'tiramay, Quzat nimishki Nurgul xonim nimishki Quzat nim qilib o'tiramay qilyapti. Siz nimaga chiqib qoldingiz? Sizmi shu Erkin Sidiq, shu Rabia Qodir deganlar hammasi bilan bir. Qurultayning ichida bunda yamanlab chiqayotganinglar bilan hammanglar chapan almashtirib ayrim ro'layapsizlar. Bilamiz hamma narsani. Sizning 100 ming kishilik insonni jaklar bilan qilib ketgan qanday ishlaringiz bor? Hamma narsani xotirlab ep qo'ygan odamlar bor. Bu petitionning ichiga chiqarmagan desa petitionni sundurgan. Rabia Qodirning kishilik nimasiga tegmanglar. Rabia Qodir men tildim mana animanasini tatib, mana men yegan qanday ish bo'lsa. Rabia Qodir o'zi chiqib javob berish kerak Zumrat Tursun odamning oldiga. Zumrat Tursun xonimning oldiga Norvegiyadagi. Savol Zumrat Tursun adimizdan, javob Rabia Qodir. Siz nimadan chiqib, siz nimadan u ayolga vakolatdan chiqib javob beradigan yoki uni ko'taradigan sizning haqqingiz bor? Sizning haqqingiz yo'q. U xotin jinoyatchi, u xotin jinoyat o'tkazdi. Sizni oqlaydigan yoki hech qanday qiladigan ishingiz yo'q. Abiyam deb siz tashni ko'rsa, manda nim qilib o'tib ketish kerak deb. O tashnimi yo'q, qarang. Dasab o'tib ketadigan tashlar va putlashadigan yo'g'an tashlar va putqi yo'g'an tashlarni bu yoqqa evitib, dasab o'tib ketadigan tashlarni dasab o'tib ketamiz. Mana gap. Shuningga siz ma'vu petitionning ishiga ovoz qo'shadigan ishni, ma'vu xalqni nima qiladigan ishni qiling. O'kinmi Erkin Sidiq nima iliq Sidiq Ajirozi deganmi moddiy narsani to'xtatib etmanglar deydi. Yo'g'on dachidagi uyning pulini, to'qning pulini, suning pulini, yemak ishmakning pulini, ishki vaqt oshxonada bozordan tomoq yeydigan xayri ayol nereden keladigan pul shu sap vatanimizni tim lager iqvatdan xalqni setib yegan qallar. Qallarning pullari shu. Mushu bizga o'xshash vatandagilarningki, mushu sirtkilarningki, cho'qdan beri ishlaganlarningki, tapqan taginimizni berganlarningki, voy Uyg'ur uyi olma aqa. Qani bu Uyg'ur uyi? So'rash haqqimiz yo'qmi bizningki? Bundan bo'lsa esilmanglar o'qit. Bu Mavlayasimi qiziqga? O'lab ketgan Ahmadjon Qosimni go'non tegidan chiqib, tozi jidal topadiku mana shu nimada? Mushu muajiratdagi Ahmadjon Qosim xoin o bu deb. O'lab ketdi tugidi o yiningda xoin desa, uni maqtab o'tiramaydi ekansan. Seningmi bir yarim taqashlaq ashlang bilan. O'lab ketgan odamning go'rini ko'lab tishat qizmaydi ekansan haq. O xoin bo'pti, o'libdi. Tiriklari iningda turdi. Tiriklari mana men sanab beray. Rabia Qodir, Olim Sitov, Abbas Aydisi, Umar Qanat, Rishat Abbas, Dilshad Rashid, To'lqin Aysa, Erkin Aliptekin, yani kim bor u? Boshning o'xshash vakasa shu dunyo Uyg'ur qurultiga aralashgan, ashning chapanchiligini qilgan, ashniki keyinda jundisini ishganlar, ashundaq narsa. Qarindoshlar, vijdonimizni bunday bir silkitaylik, menga dadam deydigan,
balam o'g'il ol degandan keyin inson degandan keyin 3 narsaga muhabbat bo'ldi. Birinchisi yaratgan Xudosiga, ikkinchisi ziminga, uchinchisi oilasiga muhabbat bo'ldi. O bu deb o'yna deydiganti. Ondan keyin Ramazon vaqtlarida dadam aytgan maktabda mengishdan burun Qur'onninkini o'qib nima qilibishdan burun birisining uydan chiqib, birisining jundusini ichib, sumiligini yeb, lag'mini deydi. Ma'nonga kirib cho'chorisini yeb, aning gapini ma'nonga to'shirganga, ma'nonga aning to'shirgan ishlarni qilmanglar balarim, munofiqlikning alomatlari deydi. Jannalarmi qarindoshlar? Mushunday gaplar. Bularcha u yoqda domlab, bu yoqda domlab, u yoqqa yo'l ichib, bu yoqqa yo'l ichib, uningga qo'ng berib, buningga yo'l berib, eli o'ngchi o'ylab, eli solchi o'ylab, eli qo'ngchi o'ylab. Nima bunda o'ynasang siyosatni Uyg'urning ishini qilgan olamda mingitlar. Shunday gap shu. Quzatning qo'ng'idi moshto po'xo'g'ashqa Nurgul Savat xonim. Arabiya qadarlarning mushto ichilib ketirgan boshqa, u dilyalarning oila problemlari, u ishlar bo'lg'ashqa, siz aralashmisiz bo'ldi. Men da'vatdim Zubayra Shamsiddin, Nuri Tulkar, Amerikadagilar mush Hamidning ishiga aralashib ko'giligingni ko'rsatma dedim. Mo'sha dilyalarning mush sotning natijalari chiqdi. Undan keyin Dilyar Musabayev ovozdan taqtib do'stlarga berdi. Hamidning Abdubashirsini ko'rsizlar. Hamid tutilgandan keyin Abbas Saidisi chiqdi, keyindan yo'g'ishib, nurg'un yalak taqishdi. Menda murakkab narsa edi ulandagi Hamid degan. Shuningga qarindoshlar, bu petitionning ishi bak muhim. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyningki chatalga qurgan jasuslik organi. Bu Uyg'urlarning uzundan beri mustaqillik yo'lini taqavatdi, bizni indigenous people qilyapti. Shuningga biz kategoriyadan O'rta Osiyolik qarindoshlar, sadigan ketay, men sizlarga bir gapni qilib qo'y. Indigenous people kategoriyasidan chiqatmay turib Uyg'uristoningizni sizmi qurolmaysiz, Sharq Turkiston menmi qurolmayman, mustaqilligimizni nima qilolmaymiz. Shuningga dezdan ma'ni 30 mingdan 50 minggacha opirib ma'ni petitionni Aqsaray bilan nima qilib 2020-yildagi ish mushu butun hammaninki bütün hamma ishninki mushu po'xlarni tozalab qilish. Asli Nurgul Sarim xonim Robiya Qodir mush ishlarni qilish kerak deb qilmayotdi. Asli mush ishlarni Robiya Qodir xonim men xato qildim, balarim men bilmabdim yoki deydiganmi gapi yo'q, qulug'ini cho'kirib olib o'tiryotdi. Texi her yoqlarga mayaqdan bir sarangni ish qilib, oyoqdan bir o'ngni ish qilib, oyoqdan ani qilib, mayaqdan quzat, oyoqdan erkin sidiqlar taraflardan sizlarningki foyda manfaat kelgan chog'da yiltizinglar bir. Ammo shunda manfaatinglar taqilib qolgandan keyin tarafdan chechilib vayron qo'yib borsa men muajiratni. Ishning vallari tushundingmi? Shuningga Nurgul Savat xonim sizningki u Robiya Qodirni maqtaydigan yoki qurultayni uni buni deydigan bilimiz uni. Shunchalik gap. Robiya Qodir xonim hech qachon badal to'lab baxmidi. Robiya Qodir xonim Maynur Qosimberga 300 ming so'm pul bilan tijorat qilib, andaq bo'lib, No'yayin xonninki bergan shu hukumatning yo'ligini bilan binolarni silib, anda bo'lib, uniki Angliyalarga, Kanada, Amerikalarga chiqqatib, buna dangdar bo'lib yog'iladi O'zbekistonga. Shuningga vatan mustaqil bo'lib ketsa, hammasining ichilib ketadi. Vatan mustaqil bo'lgan kuni hammasining po'qi chiqadi. Birsin Kosardan inliqliq, birsin Galdan inliqliq, birsin Qo'ngdan inliqliq, birsin ikki putungni ko'tarib inliqliq, yana birsin puldan inliqliq, yana birsin qolgan ashning agash ko'chilar vatanga borgan chog'da mush atrofdagilarningki ushaq, masalan Shvetsiyadan borganning bir nechalarning chiqqanligi, bakara qurultayni ko'targanlarningki ular mush nimadan inliqliq vatanga borgancha nurg'un odamlar shaxsiy uchurlarni berib o'tgan yoki nurg'un jo'yilib bergan degandek. Shuningga bular mushta rakisildek kengayib, bular butun Uyg'ur jamoatini monopol qilib olgandeklar. Mushunday bir ahvol. Shuningga ig'ir bular bir-birsinikini ko'tardi. Mana Shvetsiyada uzun bo'lgan Qurbonjon deb bir xotellik bo'layotdi. Uni ko'targani turibdi hozir. Qurbonjon apandim, sizninkimi azroq ishlaringizni men yerda deb o'tib ketmay, endi yozmalaringizni to'xtatding, ha? Bo'lmasa ayolingiz bilan konsullik ishlarni men sizda yo'q narsalar menda bor, men sizga deb berman. Chima? Shuningga o'zingizni besib olib, qurultayninkini ko'rib turib, men bilan necha qitim fikrlashdingiz. Men sizga tushuntirib bergan, ya'ni tushunib turib, bilib turib, yana shu qarshimizga chiqib turib, nacharlik qilib qurultayni ko'taryapsiz. Bu da yana bir
Oşuqlanıp getirgan bolsa, Şveysariyadagi konsul bilan sizlaringizmi, ayolingizning uydagilarning 2000 u yerga kelib ketgan yo konsul munosabat degandaka, biz yag'am bo'lsa Şveysariya bexatarlik idorasi kirib men tökmat qildi, sanglar shal paranglasak bo'ladi. Qayerda sanglar so'rin hazırlasanglar men bor. Şveysariyaliklar vago chiqib to'liq yag'in gap qotdi yoki manda qotdi yoki anda desa, so'rin hazırlasang mana men bor. Oldinga darhol chiqib javob berolmaydigan bo'lsam, sen chishmayaymi. O'shunday. Shuningga qarindoshlar, ma petitionga mandaq narsalarga andaq bir dangdir olimlarimiz yoki akademiklarimiz, yana birlarimiz chiqib, kuchab kelsa, uning bo'g'i qilib to'xtab ketmanglar. Hozir butun diqqatni markazlashtirgan masala bir oy cho'qim petition atrofdagi do'stlaringizga, urug' tuqqanlaringizga, bolalaringizga email etching, cho'nglarga email etib bering, uqmaydiganlarga, bo'vay mo'maylarga. Chiqib hayotli bo'lsa, ya'ni ustidan bo'lsa, Uyg'urlar bo'lsa bo'ldi. Uyg'urga tekkan chataliklar bo'lsa-mi bo'ladi. Mishunda. Opto qarindoshlar, unda bo'lsa, mening xizmat qilgan vaqtim bo'lib qopti. Men asta tushib o'zimning ishni qilaymiz. Allohga emanet.